Bu gapim ba'zi bir doktorlarga yoqmasligi mumkin. Mana shu bemorimiz 50 yil davolansa ham tabiiy homiladorlikka erisha olmaydi. 50 yil davolansa ham spermatozoid chiqmaydi, nol turaveradi. Chunki bemorda moyakning hajmi chigitdek keladi. Mana shundoq, bir kub. Bemorda mikroteziya operatsiyasini bajardik. Mikroteziya operatsiyasida 30 ga yaqin morfologiyasi chiroyli bo'lgan spermatozoidlar topildi. Bir kub moyakni 1% gina ishlayotgan qismini mikroskop ostida mikroteziya operatsiyasida topdik va parchaladik. Ichida mana ko'rishingiz mumkin spermatozoidlar topildi. Xuddi shunday bemorni tibbiyotni tushunmasligidan foydalanib behudaga davolab yurgan ayrim hamkasblarimiz hech bo'lmasa bemorni umrini behudaga o'tkazmang va to'g'ri mutaxassisga yo'naltiring. Bemor mikroteziya operatsiyasidan so'ng EcoXC jarayonini amalga oshirishi mumkin, ota bo'lishi mumkin. Urug' foizlari 0 bo'lib yoki-da bepushtlikdan uzoq vaqt davolanib shifo topmayotgan tanishlaringizga farzandli bo'lishida sababchi bo'lish uchun ushbu videoni yuborib qo'ying.